Hörmətli qərindaşlar, yaxşımısınızlar? Bugün 2020 yılı 30 aprel. Aldı bilan qutluk Ramazan ayımız mübarək olsun. Leksiyanın bu səhifəsində mən aldı bilan bu bir həftə içində dünya iqtisadida yüz bergan yoki hayotimizga munosib deb qaragan iqtisodga oid ba'zi uchurlarni diqqətinizə sunmoqchi. Shuning bilan birlikdə ayrim qarindoshlarning taklifi bilan yoki talabi bilan Uyğur karxanchilik to'g'risida bir ikki to'rt qizgaq qilmoqchi. Aldı bilan biz bu shu bir hafta ichida dunyo iqtisodida nima voqealar yuz berdi, shuni bir ko'z yugurtib chiqaylik. Gapni biz yana Amerika iqtisodidan boshlaymiz. O'tgan shu bir faslda, birinchi faslda, ya'ni birinchi yildan 3-chi yilgacha bo'lgan oraliq ichida Amerikaning iqtisodi, ya'ni milliy daromadi 4,8% chekindi. Bu bir yilga milliy daromadi 24 trillion bo'lgan davlat nisbatan aytgan vaqtda bu xil chekinish cho'ng chekinish. Mana shuni ko'rib turibmiz. 36 haftaning ichida 30 milliondan ortiq odam ishsiz qoldi. Bu ishdan qilish ahvollari yana qaragan chaqda davomlashadigan, ya'ni texnik ko'p odam ishdan qoldigandek. Bu 1929 yil iqtisodiy bo'hron yuz bergandan keyingi bir cho'ng bir balo qaza. Buni xalqaro pul fondininki burunqi bosh iqtisodshunosi, hozir Harvard iqtisod fakultetininki professori Kenneth Rogoff degan odam shunday deydi. Ya'ni bu cho'ng bir balo qaza. Buni qutulishga 10 yillik vaqt ketadi deb. Amerika 1929 yil yuz bergan iqtisodiy bo'hrondan qutulishga 10 yil vaqt sarf qilgan bo'lsa, 2008 yilgi pul muomalasidan qutulishga 3 yillik vaqt sarf qilgan. Mana endi Kenneth Rogoffning qarashi agar rostla amaliyotga aylangan ish bo'lsa, biz har birimiz o'zimizningki iqtisodiy tanlashlarda, shaxsiy boyliqlarimizni o'rlashtirishda nihoyatda sazgor chechan bo'lmasak bo'lmaydi degan gap. Bu deganlik pensiya pulimizni tatib, hozirgi iste'molimiz, hozirgi omonatimiz, kelgusidagi iste'molimiz degandeklarni qayta o'rlashtirmasak bo'lmaydi degan gap. Ya'ni pay chekimlardan sitish jihatda, oltin sotib olamdiq, zaim sotib olamdiq degandek masalalarni qayta o'ylashmasak, xususiy boyligimizni qimmatini saqlash, ya'ni uni ko'paytirish haqida bir o'ylamsak bo'lmaydi degan gap. Bu birinchi masala, sizlar bilib qolsin deb aytmoqchi. Ikkinchisi, Amerika iqtisodi shunda cho'ng chekinishga qarab qadam qo'ygandan keyin iqtisodchilarning orasida Amerika iqtisodiyoti qanday holatda asli keldi deydigan qarashma bor. Ba'zilar uni V shaklda asli keldi deydi. Tiz tushib ketdi, tiz asli keldi deb. Tizli asli kelish uchun albatta vabo tizgilanish kerak. Ya'ni nurg'un ishlar, shaharlar ichilish kerak, tijoratlar asli kelish kerak. Qarag'an chaqda menimcha V shakldagi asli kelishning ehtimoli biroz tuvan. U shakldagi asli kelishning ehtimoli biroz cho'ng. Ya'ni U shakldagi deganimizda tiz tushib ketdi, bir mazgil davomlashdi. Ya'ni ikkinchi faslda Amerikaning iqtisodi chekinadi. Bu bir odamni mush bilan urvatsa daldigunib ketib yig'ildiga ish bo'ladi-ku. Daldigunish bilan yig'ilish bo'lgan oraliqqa ma'lum vaqt ketganga o'xshash bu iqtisodningki vaboning ta'siri bir mazgil davomlashdi. Anandan keyin har xil makroliq iqtisodiy siyosatlar o'zininki kuchini ko'rsatib, xuddi dori yegan vaqtda dorining ta'sirini ko'rsatishga biroz vaqt ketgandek, andan iqtisod asosida ko'tarildi. Shuning U shaklli iqtisodning Amerika iqtisodininki U shaklda asli kelishining ehtimoli biroz shunday qarayman men shaxsan. Yana ba'zilar Amerikaning iqtisodi W shaklda asli keldi deydi. Tiz tushib ketdi, tiz asli keldi, tiz tushib ketdi, tiz asli keldi. Bu mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar biz Amerika iqtisodining yaxshi bo'lishini, butun dunyo iqtisodining yaxshi bo'lishini umid qilamiz, chunki iqtisod chekinib ketsa namratlik ig'irlab ketadi. Buning dardini kim tatidi desa, yana tatilgan kirimi to'van odamlar tatib qoladi. Xo'sh. Üçüncü mesele Gilead deydigan men yetkazmoqchi bo'lgan bir xabar. Gilead deydigan bir shirkat Remdesivir deydigan bir dorini ijod qilibdi. Bu dori vaksina emas, ya'ni bu vaboni oldini olmaydi, ammo vabo bilan yuqumlanganlarningki saqiyish nisbatini, saqiyish ehtimolligini yuqori ko'tarib, saqiyish vaqtini qisqartib, shunday qildi ekan. Bu xabar taqilgandan keyin tunugun o'lishgan taqilgandan keyin payjekida tunugun biroz o'zgarish, o'sish bo'ldi. Demak, bu bizni yana bir 4-chi nuqtaga boshlaydi. O nima desa, ko'pchilik hozir butun davlatlar, jamiyatlar sog'lomlik bilan xizmatdan iborat ikki xil tanlashning ishida qoldi degan gap. Agar sog'lomlikni o'ylashsa, shaharlar, tijoratlar to'xtab turish kerak bir mezgil. Chunki bu odamdan odamga taralgan kasal bo'lgandan keyin bu to'g'risida manjiq gap qilsam bo'lmaydi. Qushqash bo'lsin, uni qassob so'ysin deydi, uni men doktor so'zlisi bo'ladi albatta. Bu odamdan odamga yuqadigan bo'lgandan keyin bu kasal odamlar to'plashib o'ltiraqlish faoliyat qilib bo'lsa, buning tarqalish xatari cho'ng bo'lganlikdan agar sog'lomlikni o'ylasa, cho'qim bir qism odamlar
mush tijoratlar asli kelmay odamlar bir-birlar uchrashmay turgani yaxshi albatta, lekin odamlar havoni tutib yemaydi, tamni yemaydi. Shundami? Shunga ishlamasa bo'lmaydi. Agar ishlaymiz desa, salomatlik jihatdan oxir tahdid bor. Shunga biz umumyuzlik davlatlar, jamiyatlar tanlash bilan sog'lomlik bir tarafdan sog'lomlikni qo'g'lishish, bir tarafdan xizmatni qo'g'lashdan iborat, ya'ni iqtisodni qo'g'lashdan iborat mushkul qattiq tanlashning ichida qoldi degan gap. Xo'sh. Anandan keyin yana bir yetkazgan xabar Birlashgan Davlatlar Tashkilotining tarmog'idagi bir tadqiqot o'rni shu vaboning ta'siridan keltirib chiqqan vaboning ta'siridan dunyoda 1 milliard 600 million ortiq shu gig ekonomiyani sayyora iqtisodda yashaydigan, shuning bilan terakchilik qiladigan odamlarning hayoti, turmushi ig'ir tahlikada qoladi deb mo'ljallanmoqda. Bu nihoyat cho'ng gap. Bu iqtisodiy taraqqi qilmagan rayonlarda ijtimoiy kapolat bo'lmagan jamiyatlarda bu nurg'un tragediyalarni barliq keltirdi agar vabo tizginlanmasa, to'silmasa. Shunga bu insoniyatga butun insoniyatga kelgan cho'ng balo qazo bo'ldi. Iqtisodiy balo qazolar, sog'lomlik balo qazolar emas, iqtisodiy balo qazolar emas, nurg'un ijtimoiy balo qazoni keltirib chiqardi agar vaqtida kontrol qilinmasa. Xo'sh, bu to'g'risida yetkazilgan bir xabar. Endi men gapni ikkinchi nuqtaga, ya'ni Uyg'ur korxonchilik to'g'risida bir mush temaga yo'tkay, bu to'g'risida qisqacha gap qilay. Albatta men gapni bundaq bir sayyora so'zlamoqchi albatta. Albatta men gapni shu Facebook, ya'ni 100 kitobdamdiq. Facebook ishiltish ishim bilan bir boshlay. Bu yerda bundaq bir hikoya bor. Mening aqam saylarim yaqinlarim voy biz seni Facebookdan tapamadık, Amerikada yaşab turibmi, Facebookda nimang yo'q ekan, bir aloqang yo'q ekan sen deganlar bo'ldi. Men deb qo'ydim, chaqchaqli Facebook deganga, Face degan 100 degan gap, 100 cho'ng odamni kirib o'ynaydigan narsa u deb. Men Facebook kirmadim, men kirgan 2013-yil bir necha yaylaqda ot chapqanda kep baqqan, u chaqda mandaq bir ish kishmani aytdi. Bir necha ish ta'sir qildi, bir ish kishlarni deb o'tay. Bir kuni chiqib ketib o'tib, poyez saqlab o'tasam, shunda yig'ibdi ekan bizning Bostondan. Poyezni saqlab o'tasam, shunda chiroyli manzara. Uni hozirlanib o'tasam, Facebookda Almutadan bir qarindoshimiz Almutadagi bir universitetning adabiyot o'qituvchisi o'xshaydi. O xonim ayt chiroyli bir qorning manzarasini chiqarib qo'yapti Facebookga. Uni ko'rapman, men bekavot taqid deblam, ilhom qaynabdi ish. Bu Uyg'ur bo'lgandan keyin endi ishga ko'pdan yoza olamizga. Ey qar tabiatni quchoqlab olsan, aşkıga toymagan qizdek, sende poklik, sende go'zallik, sen ziminga qadalgan iznak deb bir 3 ko'pli she'rni yozib qo'ysamlar, uni 50-60 odam qisqa vaqtdan ichida yaxshi ko'rib, ancha inkasli tushib ketgan bo'ldi. O'zim xo'shib qoldim. Shuning bilan qarab ishga vaqtcha, poyezd vaqtcha mana shu yerda 20-30 qitim qarab bo'ldim telefonimga. Qancha odam yaxshi ko'rdi, kim nima dedi debchi. Hey, shu ijtimoiy vosita degan narsa bu narsalar odamning vaqtini oladigan emas, odamni xumo qilib qo'ysa yomon narsa. Yo, bo'lmaydigan narsa deb o'yladim, chunki vaqtni oladi ekan, ko'ngilni bildi ekanda. Unda avvalchaqda odamning xizmat unumdorligiga ta'sir etib qolmasdan hayotiga toza yaxshi bo'lmaydi deb qaradim men. Shuning bilan okey, buni ishlasam toza bo'lmaydigan narsa deb o'ylab to'xta. Buningda shunday bir tushunchalarni yozib qo'y deb Facebookga yana boylik degan nima deydigan bir yozimni yozib chaplab qo'ydim. Chaplab qo'ysam, bir nomsiz qarindoshimiz avval siz pul tepingda, boy bo'lingda, ondan keyin bizga boylik to'g'ri so'zlang deb yozib qo'yibdi. Kulib ketdim. Nima qilsa rost gap bu. Biz bundaq bir dars kitobda bundaq bir nimani o'rgangan o'qigan hikoyani. Terner qopab, avot sen tepama topni deb. O'zi bir topni tepdi, avotga ko'rsatish uchun. Ya'ni o'sa ketdi, janobi o'sa ketgandan keyin bu avotni tepishi deydi. Yana birini tepsa, o'sa ketsa, bu mamutni tepishi deydi. Andan shuning bilan yana birini tepsa, qarning ustidan otni ketsa, bu davotni tepishi deydi. Shuning bilan birini tepsa, kirgandan keyin 4-qatim tepgan chaqda kirganda, mana mening tepishim bo'ladi. Top deganda manda tepsan deydi. Deb shuna deydigan bir hikoyalar bor. Demak, shu o'g'lim bir ishni so'zlashdan bo'ron shu ishning ahli bo'lish kerak. Hamda nazariya bilan amaliyotni birlashtirish kerak demoqchi o'g'lim. Shuni o'ylam, ashi balaning qarindoshimiz shu gapga menga ta'sir qilib, men o'sha yozib qo'ydim, to'g'ri deysizlar, to'g'ri, ras dedim. Men nazariya jihatdan nimalarni boylik deb qarash kerak deb bir
kishilardan da so'rab baqqandim, "Voy, nimalarni boylik deysizlar?" desam, ba'zilar pul dedi, ba'zilar aql dedi, ba'zilar oltin dedi, ba'zilar dollar dedi degandek. Lekin men bundaq moddiy narsalarni deb so'ragandimda, hamda almashtirish qiymati bo'lgan narsaning hammasi boylik hisoblanadi deb. Shu xil yakunni yetkazmoqchi bo'lgandim ko'pchilikka. Ammo a savol tushgandan keyin to'g'ri rost deb o'yladim. Shuna deb yozdim, to'g'ri ekan, rost deysizlar deb. Andan keyin Facebook'ga az vaqt o'tgandan keyin Facebook'ga sayonara dedim. Xo'sh, xayr-xo'sh dedim. Xayr-xo'sh Facebook dedim. Bir amaliy ish qilaydi. Keyin bir shirkatni qurgan bo'ldik. Qarindoshlar bilan birlashib. Uni toza obdan yumran maysulab yetilayotgan vaqtda uning ushi tegdi. Birinchi mahsulotimizni chiqardik. Nihoyat muvaffaqiyatli bo'ldi. Ikkinchi mahsulotimiz uchun mablag' yig'ildi. Mablag' yig'ilib, lekin oxirida qayta o'ylanish orqali o mahsulotni ishlab chiqarishga mablag' sarsak, uning xatirining nihoyat cho'ng bo'lganligini bilib, biz butun mablag'larni taqdim etdik, ya'ni ikkinchi mahsulotni ishlab chiqardik demakchi. Demak, bir boylik yaratish uchun masalan korxona qurib qilamiz desak, biz qilolmaymiz emas, qilolaymiz. Qilolaydi ekanmiz. Men bu ishni Avstraliyadagi Ag'inam Qaysar Hoji bilan birga qilgan, qilolaydi ekanmiz. Bizningki tijorat prinsipimiz nima bo'lgan desa, samimlik bilan ish qilish, bilimga tayanib berish, yaxshi mahsulotlarni, sifatli mahsulotlarni xalqimizga yetkazish. Mana bu shu. Rostchilik bilan. Albatta, korxona qilgan vaqtda korxonchi degandan keyin texnika, odam kuchi, mablag' boshqarish, bularning hammani markazlashtirib, bir yerga akilib, muayyan xatarga tavakkul qilib, zehnini, mol dunyosini tavakkul qilib turib ish boshlaydigan ish. Buning xatiri bor. Xatir bo'lmaydigan ish yo'q. Bu jarayonda nurg'un tajribalarni bu tajribalarni yakunladik. Bu to'g'risida men bir turlarda xeyli maqolalarni yozdim. Eglik tiklash tajribasi deb. Endi o shu hikoya. Ushik tekkandan keyin o'sha to'xtab qo'ydik. Odam degan yiqilib chiqsa, o'rnidan turib menish kerak. Shundaymi? Halqi cho'nglarning bir gapi bor. O'milgan mo'monga namidan yamani o'tirab qolgan deydigan bir gap bor. Shunga bu iglik tiklash ideyasini biz sirtlarda o'zimizning ahvolimizga beqib, o'zimiz yashayotgan jamiyatlarda o'ylashsak bo'lmaydigan yeri yo'q. Bu yerlarda shirkat qurish o'ng'ay. Endi gap nima qilish? Nimada bizning ortiqchiligimiz bor? Qandaq mahsulot, qandaq mulozimat bilan ta'minlash deydigan narsani o'ylashimiz kerak. Men ko'tarilayotgan ruh deydigan bir yozmamda iglik tiklash haqidagi yozmamda shunday bir gapni degan. Amerika tuproqqa kelganda Xitoylar nima deb keldi desa, dastlabda oshxonachiman deb. Vyetnamliklar tirnoq yasaymiz deb. Tirnoq ko'pincha tirnoq yasaydi. Meksikaliklar desa jismoniy emgak bilan. Yavrular desa bankka, pul muomala bilan. Hindistonliklar texnika bilan. Ma jamiyatlarda, ujuq jamiyatlarda har bir davlatdan, jamiyatdan kelgan odamlar o'zi nimani yaxshi qila olsa, shu xil mulozimat, xizmat, mulozimatlarni yoki tovarlarni ma jamiyatlarga ta'minlagan gap. Endi shu desa biz o'zimizga qaraymiz. Bizning ishimizdan korxona chiqmadi, chiqdi. Korxona yo'qmi? Bor. Biroq buni o'zimiz turayotgan shu jamiyatlarga qanday tatbiqlaymiz? Nima ish qilsak bo'ldi degan narsani o'ylashimiz kerak. Bizning qanday ortiqchiligimiz bor? Haqlari yo'q, qanday narsalar bor? Men bir qism kishilar bilan paranlash jarayonida shunday narsalarni his qildim. Bizning cho'qim bir buni 23 yoshligimda bir yozmamda yozgan, bizdagi kam narsalar degan bir yozmamda. Shu chaqda men bizda bir qism millionerlar bor, u elib setish bilan shug'ullanavermay, bir ishlab chiqarish, bu sanoatimizni barpo qilishimiz kerak, milliy egligimizni barpo qilishimiz kerak. Milliy egligimizdanki umr qilsa sanoat. Ya'ni ishlab chiqarish, yasash sanoati bo'lish kerak degan shu nimani 23 yoshligimda yozib ekanman, bir jurnalda e'lon qilingan u. Keyin men azroq balog'im qo'ygan u yozgan maqolam. Xo'sh. Endi men ham shu qarshimda turman. Bizda cho'qim bir yasash sanoati bo'lishimiz kerak. Sanoat bo'lish kerak. Buni qanday ortiqchilik bor deysizlar? Agar dunyodagi kuchli davlatlarga biz qaraydigan bo'lsak, kuchli davlatlarning taraqqiyot yo'li ularning oldi bilan bir sanoat bazasi bo'lgan. Mayli Amerika bo'lsin, mayli Yaponiya bo'lsin, mayli Germaniya bo'lsin yoki Angliya bo'lsin. Bularda bir kuchli sanoat bazasi bo'lgan. Bular tovarlarni ishlab chiqaradigan, zavodlarni yasagan, texniklarni ijod qilgan. Yasash sanoatining bo'lishi bir gap. Ammo yasash sanoati ishlatilgan uskuna
zavodlarni ishlab chiqara oladigan texniklarning bo'lishi muhim gap. Shu bir narsalarni yasay oladigan, bir narsalarni ishlay oladigan shundaq zavod yoki texnika uskunlarni ishlab chiqarish barpo qila oladigan shundaq ijodiylik to'lgan jamiyatda haqiqiy kuch bo'ladi. Cho'ng buyuk davlatlarningki buyuk bo'lishda bular oldi bilan taraqqiyotda shu sanoat ishini besib ketgan. Shunga Nikolas Kaldor deydigan bir iqtisodshunos bor, Vengriya tug'ilib keyin Angliyada yashab o'tgan iqtisodshunos, shuning bir nazariyasi bor. Davlatlarning, jamiyatlarning iqtisodining taraqqiyoti ya turmush ahvolining yaxshi bo'lishi ularning yasash sanoati bilan bog'lanishli o'ng tanasib deb qaraydigan. Ya'ni ularning yasash sanoati qancha taraqqiy qilsa, kishilarning turmushi yaxshi bo'ladi deb, turmush o'sadi. Bu deganlik nima? Chunki siz zavod qursangiz, zavod qurgan vaqtda nima bo'ldi? Sizda ijodiylik bo'ldi. Texnik bo'ldi. Siz qanday qilib mahsulotlarni texnik yaxshi ishlab chiqaraman, sifatli ishlab chiqaraman, to'van tannarq bilan ishlab chiqaraman deb o'ylanasiz. Texnikani to'xtamay yig'laysiz. Texnikani yig'lash izinsiz. Buning uchun tadqiq qilishga to'g'ri keldi. Texnik xodimlarni yollashga to'g'ri keldi. Eng yaxshisini ishlatishga to'g'ri keldi. Chunki bozor degan raqobatda. Shuning bilan birlikda shu jarayonda siz boshqarish, tashkillash, boshqarish iqtidoringizni oshirib mangsiz. Natija nima bo'ldi deganda? Xizmat unumdorligingiz oshdi, texnikangiz yangi, mahsulotlaringiz sifatli bo'ladi, eksport qila olasiz, bozor topa olasiz, marka hosil qila olasiz, tonla olasiz, xalqaro cho'ng-cho'ng shirkatlarni barliq keltira olasiz degan gap. 2018-yildagi Xo'rin Yarshari deydigan baylarninki ahvolini nima qilgan bir jurnal bor. Shu jurnal kishilar hozirgi milliarderlar qancha davlatdan 60 necha davlatdan 2400 shirkatning ichidan cho'ng milliarderlar qaysi milliarderlar pul topdi deganni ham shunday tizib chiqibdi ekan. Ashdan deyishicha, o'sha media, yana uchar aloqa, telecommunication, media, axborot deymiz. Meditsina, sog'lomlik sohasi, andan keyin uy-mulk, milishmal parcha setish, bunda ilm setish. Andan dori yasash sanoati, metal qizish sanoati, metal qizish degandek mo'shundaq sohalarda beyg'onlarning, boy bo'lganlarningki sonning jiqayganligini shunday bir ko'rsatib ekan. Biz qarashimiz kerak. Amaliy o'zimiz turayotgan yerga qarashimiz kerak. Kishilar nimaga ehtiyojli deb qarashimiz kerak. Klassik iqtisodchilarning bir gapi bor. Ta'minlash talabni qo'zg'aydi deb. Masalan, iPhone chiqmagan bo'lsa, haqlarda bunga nisbatan talab bo'lmaydi. iPhone chiqqandan keyin bu iPhone bo'lgan talab dunyo xarakter bo'lib ketdi. Xuddi shunga o'xshash biz o'zimizni bizda nima bor deb qarashimiz kerak. Birisi xalqlar tijorat qilib pul tepayotgan ishlarga qarasak bo'ldi. Masalan, mashina o'shaydigan ya, mashina yuydigan ya, shunaqmi? Anakin bunda kafexona Starbucks o'xshash zanjirsimon nimasini setib olsak bo'ldi. 7-11 deydigan do'kon zanjirsimon do'konlar va Amerika dunyoning amiri bo'lishi mumkin. Kanadada Tim Horton bor, u zanjirsimon. Shuningki franchise, mana tijorat huquqini setib olsak bo'ladi, do'kon ilib masalan. Tama ko'llarda bargiz bir narsani kichik deb ko'zga ilmasak bo'lmaydi. Ba'zida kichik deb qaragan narsadan cho'ng foyda keldi. Kapital jug'lindi emasmi asosda? Tama ko'llar degan gap kapital jug'lindi degan gap. Asosda iqtisod tatbiqlasak o gapni. Undan keyin biz qarab boqaylik, bizning qanday ortiqchiliklarimiz va iyilik tiklashda foydalangan. Yemak-ichmak mulozimatimiz, yemak-ichmak badiyatimiz o'zgacha. Men tanıydigan restoranchilik qilgan odamlardan ziyon tatqinni ko'rmadim. Men tanıydiganlarni yoki men shu restoran ichib muvaffaqiyat qozonganlarni tanidim. Ammo restoranchi vayron bo'lganlarni men ko'rmadim, angladim. Yaxshi qilsa restoranchilikmi bir yo'l, chiqish yo'li. Ba'zilar yana bunday qilib ferma quradigan bir ahvolni mudofaa tutdi. Uningmi ehtimollik va ferma qurib, go'sht pishiqlab, ishlab chiqarib, go'sht sotadigan bunday ishlar. Shimoliy Amerikada musulmonlarning soni xili bor. Amerikada 6 milliondek. Demak, kichik bozor emas. Anadan keyin ba'zi rayonlarda
odamlarimiz ko'p, ishsiz, ammo ya azon yaladi hukumatniki qo'llashni qo'lga keltirib, necha odam boyadan mablag' silishib tikchilik zavodlarni, fabrikalarni qursa bo'ladi deb o'ylayman. Nimishqa degan vaqtda hozir mana ko'ryapsizlar. Vabo ta'minlash zanjirida uzilishni paydo qilyotdi. Ba'zi zavodlar u yoq-bu yoqqa o'tkilyotdi. Ba'zilarning ishlab chiqargan mollari, masalan, Xitoylarning ba'zi ishlab chiqargan maskalari saxta chiqdi. Tamam. Ammo shunday chaqda sifatlik, ishonchlik mahsulot ishlab chiqarish bu ishonch muhim narsa. Buni aytib muhim bo'lib qoldi. Shu vaboning iqtisodga ko'rsatgan, bozorga ko'rsatgan ta'sirini mo'ljallash kerak, o'ylash kerak. Pul va odamlar nima qilsam bo'ladi? Zavod qursam, men shu kiyimni ishlasam, masalan, danglik, masalan, mandaq marketga mandaq kiyimlarni biz tiksak, Amerikaning shu do'konlarga Maşına dükkanlı var, ayarlayacak bardan Lord Taylor deydi. Nime deydi yana? TJ Maxx'tan da bir dükkanlı var mı? İsimde amalıq kelamda. Aşna dükkanlarla aloqalashib Coles deydi. Yana maşına dükkanlarla aloqalashib, muşularga maşına biz jiq ishlasak, ashlarga satsak qanday bo'ladi deganni o'ylash beqish kerak. Andan bizda milliy tibobatimizmi o'zgacha, Milliy tibobatimizdagi retseptlarni yig'ib, bularni o'lchamlashtirib, o'zimiz turayotgan davlatlarningki dori, yemak-ichmaklikni boshqaradigan idorasininki tasdiqini ilib, albatta ba'zi dorilar klinikani sinov qilish kerak-ku. Anan keyin uni markalik bozorga solsak, xalqaro mahsulotga aylantira olsak, o'ylaylik. Oddiy bir munda tasavvur qilaylik, bir zavodimiz dori ishlab chiqaradigan bir zavodimiz bor deylik. Masalan, bir zavod qurdik, dori ishlab chiqaradigan. Retseptlarimiz o'zgacha. Bunun markası var. Xalqarалық 7 milyard nüfus var dünyada. Medeniyet cihetten, til cihetten yakın yerler var. Coğrafiyalik cihetten, nüfus cihetten, medeniyet cihetten yakın. Avval işini şulardan başlap, anadan keyin dünyanın başka yerine köpeysek, zavod üçün, bu doğru işlep çıkış üçün texnik xadim kerak, kasbiy xodim kerak, injener kerak, masalan, boshqarg'ish kerak, pul ma'mul xodimlar kerak. Ana keyin dori tadqiqotdan shug'ullangan odamlar kerak, bozor ochadiganlar kerak. Ashning zavodning o'zida nurg'un odamlarni ishga urilish fursati bilan ta'minlab ketadigan gap. Bu dunyoda bo'layotgan ishlarmi, Amerikada Trump nimishqa ishni taqilish, xalqaralashishdan yoki yarashalashishdan zerkish nimishqa gap chiqdi desa, Amerikadagi davlatlar da'vat qilgan gap hozir shu yarasharishish bizningki yashash san'atimizni vayron qilyapti deydi. Shu bizning odamlarimiz ishsiz qoldi. Shu yashash san'atimizni o'zimiz yondirib kelishimiz kerak har xil amallar bilan. Ular tijorat bejini to'van qilish orqali, hukumat azul yordam qilish orqali deydigan mandaq gaplarning chiqishi asossiz emas. Buni bir davlat shunday da'vat qilgan yerda hamda bir xalq bizga o'xshash dunyoning u yerda bu yerda ba'ziyat to'plashib o'ltiraqlashib qoldik. Ashna yerdagi xalqma o'zimizning ojizligini bir kuchga aylantiradigan bir ishni qilsak, nihoyat yaxshi bo'ladi. Bu gapning vaqti bek uzrab ketdi. Bek uzrab ketsami, aman tetib qolmasin gap. Buni bir yerda to'xtay, bu gapni davomli desak bo'ladi. Ko'pchilikga fikr qoldirsangiz bo'ladi. So'zlab tugatib olmaydigan gaplar bu eglik boshqarish jihatdagi, korxona boshqarish jihatdagi gaplar. Buni qayta desak bo'ladi. Yangi mazmunlar bilan-chi. Ben xotiranglarga yana diqqatinglarga shu bir 8-10 minutlik bir yozmam bor, 2013-yil yozgan. Ojizlikdimi kuch bor deydigan bir yozmam bor. Shuni chiqarib qo'yman. Ko'pchilik vaqtinglar chiqqanda anglab qo'ysang bo'ldi. Demak, biz korxona qurmadik, zavodimiz yo'q. Shuning uchun bizda zavod qurishdan iborat istak bo'lish kerak. Biz degandek bir boy bo'lamadik. Shuning uchun bizga boy bo'lishdak istak cho'qim bo'lish kerak. Ammo buning uchun tirishsak, yaxshi planlasak, yaxshi tashkillasak, odamni, kapitalni shunaqa jug'lasak, bozorni yaxshi bilsak, bizningki har sohada, sohalarda o'qiyotgan insonlar bor, shularga xizmat kerak. Shularni shirkatlarga qabul qilgan vaqtda ingliz biladigan, uyg'urchani yaxshi biladigan, ana tilini yaxshi biladigan deb olsak, ana tilimizning taraqqiyotiga foydasi bo'ladi. Zavodning foydasini chiqqan zavodning foydasining bir qismini ma'rif ishlarimizga ishlatsa, bizningki
Səbiylərimizdənki ana tilini bilish, madaniyatimizni qo'g'dab qilish, davomlashtirish, kuchaytirishga foydasi bo'ladi. Nada otga yaxshi yem bermay chap etem desa, chapadigan ish bor. Nada mekanga dam bermay tuxum to'g'ri desa, to'g'ridan mekan bor. Bu gapni mana yaxshi cho'nroq odamlar yaxshi tushunadi. Shularni bir kulib ketsin deb qo'ydim. Rahmat hamsi ko'pchilik. Davomli so'zlashib turamiz.